To'y quranglar Jur'at keldi. Endi kelding-ku. Opamga qarışıp bermen deb biraz kechikib qoldim. Ha, boshlamdik. Boshlaylik. Bugun Jur'atning cho'qim yengman juma. Ay, nocho'sa maydonga bir chiqqan, shu vaqt ko'ramiz. Ha, qani kela. Ha, kela. Ha? Sen kumandanlık kılman ha? Buldu. İki, başlanma. Hey. Varis, Tutumdan sonra. Gayretine. Çıdmasın acımı ha. Ha, qandaq? Ha, mushta bo'libdi. Ha, men yengdim. Ha, boqqa. Ha, ras unutib qopdim. Men sizlarni chaqirg'ili kelgandim. Bizning uyga bugun shundajıq mehmonlar keldi. Mamtika, muzikantlar, noxushchilar, shuni berib ularning tomoshalarni ko'rib kelay. Jırınla verip bakaylı. Men boramayman. Nimişqa? Nima deb baramaysan? Dadam bilib qolsa tillaydi. Voy, jura, birdan-bir yetib kelamiz, va jura. Qo'ylar qarmasam bo'lmaydi. Va, hozir yetib kelamiz, jura. Qo'y yutib ketsa qanday qilaman? Voy, yutib ketmaydi, va, qo'ying. Nimanda qildim, va, jura. Ha, bo'pti. Jura. Jura. Oris, bana bak. Bana. Ha? Sen qo'ylarni mishat deb qo'ytamsan? Bu yerga nima deb kelding? Sizmi kepsiz-ku? Gap yandirayotganini qara. Men degan cho'ng, men degan sening dadang. Qo'y qani. Keynidagi jilg'ida yutmaydi. Yutmaydi? Mana. Ha, qo'ylarni sen mishat boqadi ekansan-da? Qo'ylarni so'laydigan vaqt bo'ldi. Menga qo'ylarni aytamiz. Boris. Agar qo'ylar yutib ketadigan bo'lsa, ko'radigan kunim va mendan. Dada, Jur'atlarning qo'yini qanday qilamiz? Nima? Jur'at o'zchi. O'yin ko'ryapman-da. Qiziq, sening nima qaring? Kim uni o'yin ko'rsin debdi? Yutib ketsa qanday qildi? Qanday qiladi? O'rniga sendek dadin tatidi. Bo'lmasa hargiz sovuq olmaydi u. Dadin tatidi? Shundoq, gap anglamaydi ekan, qachat yeydi. Seni qaring olmasin, qo'ylarni ayda. Mana, kechib ketdi. Karimiz olmasa satılamki dada. Nima deding? Karimiz olmasa qanday bo'ldi? Balam, men sening boshqalarga yordam berishingga qarshi emasman. Biroq qanday ahvol ekanligini ayrishing kerak-da. Tur. Tur. Men qara, qariqlar yordam bersang o'zingga ish deb bo'lasan. Tur. Sen de kichik, buni tushunmaysan. Ha, men qo'ynaydi. Bo'la. Ha, nima keyin qaraysan menga? Tur. Mangda o'tma. Ne ketkendi? He ras, o koyların ağını ketdi o deyme. Hopla! Ne oldu? O Sadat xapamның qo'y teqchiligi demasmi? O jırınla berip qarap bakaylı. Jırınla! Boris, sen aldırdın mı? Benim putuma kırıp içkime olmayotdu mu? Maqul. Dada, o Sadarxon apamni qo'yi, u qo'ylariga siyo bilan belgisab qo'ygan. Ha, bilma, bo'la. Kechib ketyapti-da. Ishtikma. Hayda. Belgisab qo'ygani qarmandigan. Boshqalar tuyib qolmasa yana.
zukamdab qapti. Qo'yimiz zukamdaydi ekan, ha? Qo'y zukamdab qolsa, qarchaqliq. Siz zukamdab qolmang yana. Bo'ldi. Az gap qil. Dadaning teni saq. Hech bo'lmaydi. Bo'l, qo'ylar qara. Ayta menga. Bo'la. Hey! Sadatxon opa, biz keldik. Sadatxon opa. Biz keldik. Keldinglarmi bolalarım? Kelinglar. Kech qoldinglar-ku, ha? Bu yoqqa kelinglar, o'ltiringlar. Helili etizdan qizilcha kirib pishirib qo'ygandim. Issig'ida eg'iz teginglar. Kelinglar. Jirat, bu yoqqa kela. Sen qizilcha qamraqding-ku bolam. Voy, sizlarga nima bo'ldi? Nima ish qilib qilmaysizlar? Sadatxon opa, men tillang uring. Bu nima deganing? Necha yildan beri qo'ylarimni beqib beryapsan, suvlarimni akirib beryapsan. Men senga nima deb rahmat aytishimni bilmayapsam. Sadatxon opa, men qo'yingizning birini jutirib atgan tursam. Ha, shu gapmidi. Qo'y jutgan bo'lsa nima bo'pti? Buni seningdan ko'ngil bo'lmaydi. Juringlar. Kelinglar, o'ltiringlar. Jurat, yig'lig'ining nimasi, ha? Nima qilganinglar bu? Sadatxon opa, bugun hammamizni qor yusibdi. Qarvasdi. Bo'ldi, bu gapni ikkinchi tilga olmanglar. Bo'lmasa men ranjib qolaman, ha? Kelinglar, o'ltiringlar. Issig'ida yanglar, ha? Gulnar, nima qarab o'tirsiz? Elinglar qizim. Olimjon, men. Yanglar. Hey, men sizlarga bir hikoya aytib beray bulamdi. Ayta bolam. Buronisida bir ahmoq odam bo'lgan ekan. U tovuz teribdi. Bir kuni bir o'g'ri kelib, uning tovuzlarining hammani o'g'irlab ketibdi. Shuning bilan heliq ahmoq yig'lab beribdi. Shuning bilan boshqalar kelib, bunda yig'lab yurguncha, yana qaytadan tersang unib chiqadi emasmi desa, u unumasdan yig'lab beribdi. 1 yil yig'labdi, 2 yil yig'labdi, hatto 3 yil yig'labdi. Natijada yerlari qurib, tovuzlar qaytib kelmabdi. O seni davatidi. Olimjon to'g'ri aytdi. Qo'y jutgankan yig'ilganga o'rniq kelmaydi. Qo'yda yana buni setib olsak bo'lmadimi, ha? Sadatxon opa, qo'yingizni bular yana men boqay. Ma'qul. Sadatxon opa, qo'yni yana biz boqandik. Shundaq. Sizlar boqsizlar bolalar. Sadatxon opa, sizning qo'yingiz tepilib qolamdi texi. Shundaq. Ezib qolgan bo'lsa, qaytib kelsa ajab emas, ha? Hikoyamning sehri kuchi bor. U yaxshi odamlarning ko'nglini xo'sh qiladi. Pes odamlarning qo'sig'ini og'ritadi. Pes odam degan qandoq odam u? Qandoq odamni pes odam deymiz? Yultoz, sening bo'ying paka bo'lgandan keyin seni pes odam deyli, ha? Yultoz pes emas, quli ilmak odamlar bor-ku. Shundoq odamlarni biz pes odam deymiz. Biz azaldan qo'ylarimizni shu o'tloqda beqib kelyapmiz. Qaysimizning qo'y jutib boqqan? Hech qaysimiz qo'y boqqan. Bugun Sadatxon opamning qo'y jutib ketdi. İşçim bek titib bo'lib ketyapti. Kim yo'g'on? Men Sadatxon opamning qo'yini kimning elib olganligini oldim qachon bilib bo'ldim. Sizlar Razuchik olmasin kinosini ko'rganmi? Ko'rgan. Menchi uning texnikasini o'rganib olgan. Har qanday odam mayli yaxshi ish qilsin yoki yomon ish qilsin, uning ko'zi menga deb qo'ydi. Ko'zmi gap qila olamdi? Qo'y o'g'irlagan odamning ko'zi boshqacha nurli bo'ladi. Men sening ko'zingdan tekshirib boqay, ya. Senin ko'zing hammadan bek nurli adash. Qo'y o'g'irlamagandan nurliq bo'ldi-da. To'g'ri. Qo'y o'g'risi, anglab qo'y.
qo'yni yaxshilikcha topshirsang topshirding. Topshirimiz-chu. Topshirimiz menda yomonlimisan? Ne varsa? Sadatxon opamning qo'yi yutib ketib, ishchim bek titib bo'lib ketyapti. Hikoya chiqib qandoq muroyim bo'lsin. Xapimanglar keyin aytib beray-ya. Bo'ldi, chirunglar ketaylendi. Opa! Kel balam, kel. Ne yo'qotamsa? Balam, ne yiqyapman. Qo'zg'im yetib tortishib ketdi. Qo'lingni shu. Mana hozir tamoq yeymiz. Ma'qul. Opa, men nayigash turay. Qiziq, qo'lingni ko'ydirib olma. Diqqat qilgin. Hay, qara qo'lingga. Ko'ydirib olma yana. Yana varsa. Opa meni bir jiddiy vaziyat saqlab turdi. Hozirda kelma. Xo'sh amsa. Xo'sh. Oğlum sen bir yerine nimdep geldin? Sen-chu? Bu bizim Qo'tan Tusa akasam nim bo'pti? Men shuning uchun keldim. Sadatxon opamning qo'yi nima deb bu Qo'tonga kirib qoldi? Men opirib beray Hey dedim. Boris, sen nima deb shunday qilsan? Dodam shundoq qildi deganti. Hey, qilon yuqtirdi-ku. Botumamda. Bu bir qapoq kalla. Sen o'zingning kallasi dadangning bo'yniga ko'chib qopti. Nima da'vatadigan sen? Unda bo'lmasa, sen nima deb dadangning sızgan sızg'idan chiqmaysan? Boris, qo'yni chiqsa, chiqmamsa. Chatoq bo'ldi. Dodam kelib qopti. Hey, sen darhol qo'ylarning ostida o'tirib olgin. Boris? Oy Boris. Oy, qani bu? Qo'yni bog'lab bo'ldingmi? Yo'lvaska, bu men. Ha? Olimjonmisan? Bu yer yarim kecha nima ish qilasan? Bu qo'y menga gap qilib beryapti. Oy, qo'yma gap qila olamdi. Yo'lvaska, Sadatxon opamning qo'yi o'zining ezib qolganligini, sizning qo'tiningizga akirib uning g'amxo'rlik qilganingizni aytib minnatdorligini bildiryapti. Yo'lvaska, siz bek aldirashchimi? Shuni sizning o'rningizda bu qo'yni opirib berayinkin deb kelgan. Nayt obdan bo'pti bolam. Men aslida ayat opirib bermoqchi edim. Yo'lvaska, siz bek oq ko'ngil odamjimi? To'g'ri aytsan bolam. Odam degan oq ko'ngil bo'lish kerak-da. Oq ko'ngil bo'lmagan odamni odam degan olamdi bolam. Yo'lvaska, demisimi bu qo'y toza samirib ekan. Siz Sadatxon opamga suyib opirib beray deb o'ylagan bo'g'aydingiz. Bunda qilsangiz tegim yaxshi bo'ladi. Shunda qo'yilgan bolam. To'g'ri aytsa, Sadatxondam qo'shamaydi emasmi? Xat varis. Men shuning dasidan bir kun och qoldim desa? Voy, yeydigan narsa chiqroq ichqa qo'sqim bek ichib ketdi. Olimjon yigina. Nim qarab o'ltirsa? Yemamsan?
Hecret qara. Nimda qilsa? Qarsam og'zing yetishmayotdi. Biroq oshqozon silib yetay dedi. Opamla uxlag'ulni vaq, astroq. Mening qo'yin topqanligimni hech kim demanglar. Nimishqa? Qilgan yaxshi ishni eng yaxshisi hech kimga davron sanmaslik kerak. Uqdinglarmi? Ha. Sadatxa opamning qo'yining tepilg'ini nayt yaxshi ish bo'ldi. Kim kelgandi? Boringlar qarab boqayli. Va sen nim deb kelding? Bu yer nim qarab tursa? Bu kechidagi ayniga qaraganda cho'qim muhim ishi bordi. Qani gipingni qila. O'ylab boqsam Sadatxon opamning qo'yini men opirib bersam bo'g'idek. Qilinligini qara buni. O'zingni Sadatxon opamga yaxshi ko'stay debsan-da? Voy, mana endi kallang o'z joyiga qaytibdi. Olimjon, Sadatxon opamning qo'yi qo'yadi. Sadatxon opammi uxlab qoldi. Qo'yimi orom elayotdi. Qani xalsam bu yoqqa o't, aytki qo'yashni birlikda kutib olayli. Mana, Jura. Ma'qul.